Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 2025-yil 1-oktyabr kuni Begomsiz elash ishlarini boshladik. Bundan oldin ham klientlarimizga o'ng qop elab berayotgan edik. Mana bugun do'stlar bir qator video qilib sizlarga bir ko'rsatish ilinjida video qilyapmiz. Mana Begomsizlarimiz salafon idishlarga solinyapti, qoplarga. Mana shu 0.3 setka bilan elinyapti. Bir kunga bemalol bir tonnani 20 qop bemalol o'ynab turib elasa bo'ladi. Mana shu setkalar. Mana shunday. Mana kimga qiziq bo'lsa, mana shu Begomsiz kim yakunchiligiga kerak bo'lsa, ekranlarga telefon raqamlarimizni qo'yamiz, bemalol murojaat qilingizlar. Shu biznes bilan shug'ullanaman, qilmoqchiman deganlarga telefonda qizil cho'lchaklarimiz ham bor. Ancha bo'ldi video qo'ymaganimizga. Ba'zi bir sabablarga ko'ra video qila olganimiz yo'q. Mana Begomsizlarimizni qay holatdaligini mana do'stlar ko'ringlar. Hop, qora granol holatda. Yerda unumdorligini oshiradi. Mana o'simlikka, ekin-tekinga mana ancha foydasi katta, tabiiy narsa. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Endi qilgan ishlarimizni imkon boricha video qilib tushirib boramiz. Sog' salomat bo'linglar.